Assalamu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Men bugün kalı go'sht yugurib qilmoqchi. Ya'ni mening usulim mendan ko'pinchalar savol qilinish uchun. Men buningga yuqori besimli qozonimga suv oldim. 1 kilo kalı go'shtimni yuyib qilib oldim. Buningda asosiyatdan kalı go'shti yuvsa bakrak mizlik bo'ldi. Chunki shuning uchun nevru deganmi, ya'ni kalı go'shti degan bo'ldi emasmi? Bu shunda soldim. Buningga muvofiq miqdorda tuz solaman. Ondan keyin mening bu do'ramba buni 4 yildan oldida vatanda uch vaqtlarda tungallarmi bir joydan akab tikan vatandan navrachamga berib tikan navracham menga bergan shundan keyin ishlatyapman bu davomli. O'sha vatanniki reklam tetiydi, suyumu shundoq chiqadi. Agar bu bo'lmay qolib qolsa u yanglarda dapanji dorisiningki quruq quvog'i shuningki qizil ochiq lazerini olib qolganlarni unda kalati so'qib ashuni sasanlar bo'ladi. Agar un bo'lmay qolib qolsa, haftalik Uyg'urlarning bozori bog'i yarmanka shu yerdami dorilar sotadigan bir ochash bor, shu sotadi. Bu yerdami nurmenning so'qqan dorisi tayyor qilgan insonlar shu ochimizni sotadi. Ularmi maxsus vatandan nurmenchilik qilganlar. Hatto Arabistonda nurmenchilik qilganlar, ularningmi bek o'xshaydi dorilarniki. Ashuna osonlar bo'ldi. Mana men buningdan soldim bir qoshiq. Hamda bu yuqori besimli qozonning ağzını itib pişirme. Yarım saat 40 minut pişib chiqadi kalı go'shti. Mana bu qozonimizda go'sht qaynayotidu. O'qach orliqda men yeşil so'anni aqlab, yalpaqlab to'g'rab olaman. Agar bo'lmay qolsa yumg'och ishlasam ham bo'ldi. Men yumg'ochni yo'q qo'yganlik uchun yeşil so'an ishlatdim. Ham iqin ham ko'kini to'g'rab olaman. Andan keyin bu qaynagan vaqtda go'shtimiz yana bir tarafga so'yilib, ayrim bir qozonda qaynatamiz cho'pini pishirish uchun. Çöpünü ben maşinamda yiyip kestim, ügür aletde. Silahımı o şuna kısanlar buldu. Ben hazır pişip oldu. Ötünü içerdim. Yarım saat oldu, pişip oldu. Ama deyin bunun bu havasını çıkartayım. Ben bu alette de o havasını çıkartıp anlayırken göğsünü süzüp edip soğutuvalım. Ben bunu buzlu yap oldu. Hava çıktı oldu. Hem de bunu asla buldu. Hem de biz bunun da su aldım. Bunun kaynaşıp koyayım. Çöpünü pişiriş için. Onu şalette. Ben hazır bunun. Ben hem de bu göğsünü süzüvalım. Şunun rengini köyden aldı. Sarılarak çıktı. Göğsünü süzüvalım. Soğutuvalım. Soğutup yalpaqlap toğurvalım. Bana kazanım kaynap oldu. Hem de bu ben kesip 6. numarada kurutup algan xemirim. Ben qaynagan qazınımga azraq tuz selib etdim. Meyllermen bolsa qandaq nima chunki xemir ching'roq chiqadi. Shu holatda qilma. Bu ügürümni az-azdan selib pishirma. Bir pishirib bo'ldi, bo'lmasa ezilib ketadi. Mana bu shundalar bir ram qilib olsalar, bek pishirib olsalar ezilib ketadi ügürdek. Biz buni muzdek sovuq suvda bir qator chayqab etdimiz. Mana biz hazır bunu, mana bu holatda chiqdi. Biz maqachimizga ilib, go'shtni to'g'rab oldim. Yeşil so'an bor, lozam bor. Buni süzib elib olaman maqachiga. Mana bu holatda tangshidi. Men ham bu etgan o'zimning lozamdan azroq solaman. Bu lozam bek achchiq. Shuning uchun men solaman. Agar bo'lib qolsa, dapanji dorisining mayliqidan mayliqi bo'lib qolsa, ondan bir qo'shiq selib etsanglar bek yeyishga chiqadi. Mana. Agar bu go'shtni keyin tutsanglar bo'ldi, baldir qilsanglar bo'ldi, bu o'zinglarning ehtiyoji. Ondan keyin bu yeşil so'anni oq tarafidan, bu yeşil tarafidan har ikkalasidan solaman. Endi biz suyunu olamiz. Mana endi biz bu suyumuzdan men bosh et qo'yib qo'ygan, shuni rangini ko'rdi. Mashallatda. Osonlar bo'ladi. Mana bu holatda bizning uyurimiz tayyor bo'ldi. Mana cho'plarimiz ko'rganlar mashallatda.